Assalomu alaykum qatorchilar. aka. Demak, Ferg'onalik bog'bon degan bola so'zsiz kanalga xat olib qo'llab ketdingizlar. Jamoat sizlardan o'ta so'ranamiz. Bizga o'xshash ko'chatchi bola. Mana Mauzer navi. bu Carmen degan sort imенно Namanganda 45-50 gradusda pishib keldi. Bu qadam joyning o'zida местный 45 gradusgacha bo'ldi. Pagoda уже pishuvga уже yaqinlab qoldi. Jesa bo'la turgan, biroq saqlab 5-10 kun yurib turib saqlaydi. Noklarga gap yo'q. O'zbekiston, Qirg'iziston mana bir-birimizga nok almashgandek, xudo xolasa ko'chat anaqasida ham birga ishlarni olib boramiz. Nur Beraka bog'i, podpichkilarni ko'plik obunachlar, boylanib qo'yinglar. Instagramda ham, YouTube kanalida ham Nur Beraka bog'i bilan chiqadi. Mana Qirg'izistondamiz, bog'larni ko'rib yuribmiz. Noklarga gap yo'q. Mana tepasida Mauzer noklarni uzyapmiz. Mana O'sha bolani ham bir qo'llab podpiska bosib ketdingizlar. Halal peshimeter bola biz shu 200-3 yildan beri tanishib qolib, yana shu noda masalasi bo'yicha, jangilik bo'yicha ishlashib turamiz bo'lsa. birga xudo xolasa. Alloh razı olsun. Qirg'iziston, O'zbekiston doim do'st. Bugun biz Qirg'izistondan Nur Beraka bog'ini ko'rgan ekanlik, Carmen noklarini olib, Mauzer noklarini olib ketyapmiz. Davomini ko'rib beraylikmi yerga? Ta'mini ko'rib bering yerga. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bu shakar so'kasinglar oldi malika. Bu asal shatbas, ertalab asal yeb qo'yasizlar. Buna. Suv so'g'a jo'nlech. Bu suvbas, bu shira bo'ladi aka. O'ta so'ng. Bu shira bo'ladi, suvbas. O'ta suvli, shirali, mazali nok. Biz elmeni buna suv so'g'a o'tib bo'lishimiz qirg'izcha. Shira so'g'a o'tib turganda buna. Shira so'qyapti. Bola o'tib. Chindig'ida o'ta so'ng. Buna jeganda bo'lsa qanday? Mana do'stlar, O'ta so'ng. Nurlan akani bog'lasa nokini tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buyursa jamoat. Bunun shaqtardan olib kelib ulab, ko'chatlarni qo'yib qo'yganmiz. Sengil chiqsangizlar, qolasanızlar, Carmen qolasanızlar, Mauzer. Mauzerdan o'ta zo'r do'stlar. O'ta suvli, shirin, mazali. Buni uzib qo'ysa, Carmenni uzib qo'yganman. Xuddi shuna bo'lib, yumshoq bo'lib ezilib pishgan noklardan.